to'xta boring. Mazza qilib do'kon aylandim. Ya'ni yana yangi narsalar sotib oldim. Sen bola nima ishlar qilding? Nima urasiz? O'chir ovozingni. Nima ishlar qilding? Nega kap-katta xotinni urasan? Odam iltimos qilganda yo'q deyish gunoh. Hammanglar meni aldayapsizlar. Yolg'on gapirma. Uni qayerdaligini sen bilasan. Gapir. Esing joydami? Seni qamoqdan zo'rg'a olib qoldim. Otang esa telefonni o'chirib olib daf bo'lib ketdi. Mana bu 18-palatadagi bemorni dorilarni o'z vaqtida beryapsizmi? Ha, vaqtida beryapmiz. Seni oltin tuxum qo'yadigan tovug'ing bor. Mazza qilib istagan narsangni olib yurasan. Ertalabdan kechgacha menga o'xshab ishlamaysan. Oylikdan oylikgacha 19-palatachi. Dorilarni ichyaptimi? ha, ichyapti. Ahvoli ancha yaxshi. Dadasi. Mana buni qarang. U bu narsa buyurtma qiling. Qornim ochdi. Maqsadga o't, nimaga kelding? O'g'lingiz kasalxonada. Bu Maftuna bo'lib meni aldamoqchi bo'lgan qizmi? Farhod yaxshimi? Yaxshi. Narkozdan uyg'ondi. Mayli, men oldiga kirib chiqay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dars tugadimi? Ha? O'zi qayerda edi u? Kanadaga uchib ketgandik-ku. Balki seni deb kelgandir. Xodimlarim, mish-mish tarqatish kerak. Bu gap so'zlarning qaysi biridir? Bolalaringiz qulog'iga yetib boradi. So'nggi bor yoxud Kechir 2 serialining 18-qismi tomoshabinni yana bir bor ruhiy bosim, ichki azob va sukut ortida yashiringan haqiqatlar bilan yuzlashtiradi. Bu qism nafaqat voqealar rivoji, balki qahramonlarning ichki dunyosida sodir bo'layotgan sinishlar bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu epizodda har bir personaj o'z tanlovlari uchun javob berishga majbur bo'la boshlaydi va avval berilgan yolg'on va'dalar endi og'ir yuk bo'lib ularning yelkasiga tushadi. Hikoya avvalidanoq sovuq va sokin kayfiyatda boshlanadi. Ammo bu sokinlik bo'ron oldi sukunat ekanini tomoshabin juda yaxshi his qiladi. Kamera sekin harakatlanar ekan, qahramonlarning ko'zlarida so'zsiz aytilgan minglab savollar, yuraklarida esa kechirilmagan alamlar aks etadi. Ayniqsa bosh qahramonning ichki monologi orqali biz uning kecha bilan bugun o'rtasida qolib ketganini, o'tmish xatolari uni qanday quvib ketganini va endi qochishning iloji qolmaganini anglaymiz. 18-qismda eng kuchli jihat shundaki, dialoglardan ko'ra sukunat ko'proq gapiradi. Har bir jumlik tomoshabinga og'ir botadi va aynan shu pauzalar serialni yanada real va ta'sirchan qiladi. Bosh qahramon o'zini oqlashga urmaydi. U endi bahona izlamaydi, faqat ichidan yemirilayotganini ko'ramiz. Uning qarshisida turgan inson esa kechirish va kechirmaslik o'rtasida ikkilanadi. Bu ikkilanma
holat butun qism davomida asosiy dramatik chiziq bo'lib qoladi. Chunki kechir so'zi tilga olingan sari uning naqadar og'ir va mas'uliyatli ekanini his qilamiz. Har kim kechirim so'ray oladi, ammo uni qabul qilish hamma uchun ham oson emas. Ayniqsa jarohatlar chuqur bo'lsa. 18-qismda ayollar obrazlari alohida kuch bilan ochiladi. Ular jim turgan bo'lsa ham, ularning ko'zlari hamma narsani aytib turadi. Ular faqat qurbon emas, balki o'z ichki qarorlariga ega shaxslar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa serialning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bir sahnada ona obrazi orqali kechirim va sabr mavzusi ko'tariladi. U o'g'liga qarab, ba'zi xatolar vaqt bilan emas, faqat haqiqat bilan tuzatiladi degandek nigoh tashlaydi. Bu nigoh tomoshabinning yuragiga ham og'ir uradi, chunki bu gaplar ko'pchilikning hayotida ham aks sado beradi. Erkak qahramonlar esa bu qismda kuchli ko'rinsa-da, aslida ich-ichidan sindirilganini ko'ramiz. Ularning g'ururi, sukuti va keskin qarorlari ortida qo'rquv yashiringan. Ayniqsa bir sahnada haqiqat ochilishiga juda yaqin kelinadi, ammo yana bir yolg'on bilan vaqtincha yopiladi. Bu esa tomoshabinni yanada asabiylashtiradi va keyingi voqealarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Musiqiy fon juda puxta tanlangan. Har bir kuy sahna kayfiyatiga mos ravishda yurakni siqadi. Ba'zan esa umid uchqunini uyg'otgandek bo'ladi, lekin bu umid uzoq yashamaydi, chunki serial mualliflari tomoshabinni qulay zonada qoldirmaydi. Ular doim haqiqat bilan yuzlashtiradi. 18-qismda munosabatlar yanada murakkablashadi. Do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi chegara yo'qola boshlaydi. Kim haqiqiy, kim niqobda ekanini ajratish qiyinlashadi. Ayniqsa yakka suhbat sahnalari juda kuchli ishlangan. Bu sahnalarda aktyorlik mahorati to'liq namoyon bo'ladi. Ko'z yoshlari sun'iy emas, og'riq majburan ko'rsatilmaydi. U tabiiy oqib keladi. Tomoshabin o'zini bu hikoyadan uzoq tutolmaydi, chunki voqealar juda hayotiy. 18-qism bizga shuni ko'rsatadiki, har bir sirning vaqti kelib narxi to'lanadi. Har bir yolg'on oxir oqibat haqiqatga yutqazadi. Lekin bu jarayonda eng ko'p aziyat chekadiganlar begunoh qalblardir. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga savol tashlaydi. Agar sen o'sha joyda bo'lsang, kechirarmiding yoki yo'q? O'tmishni unutib, yangi sahifa ochishga jur'at topa olarmiding? 18-qismning birinchi yarmi ko'proq ruhiy tayyorgarlik vazifasini bajaradi. U tomoshabinni katta portlashga hozirlaydi. Lekin bu portlash shovqin bilan emas, balki yurakni larzaga soluvchi haqiqat bilan bo'lishini sezdiradi. Qism oxiriga yaqinlashar ekanmiz, keskin qarorlar oldidan hamma jim bo'lib qoladi. Bu jimlik esa eng baland qichqiriqdan ham kuchliroq ta'sir qiladi va shu yerda part 1 o'z nihoyasiga yetadi. Ammo bu hali hammasi emas, chunki eng oxir haqiqatlar va eng muhim tanlovlar hali oldinda. 18-qismning ikkinchi qismi boshlanishi bilan voqealar ichki sukunatdan asta-sekin keskin ruhiy to'qnashuvlarga o'ta boshlaydi. Endi qahramonlar nafaqat ichida, balki bir-birining qarshisida ham rostgo'y bo'lishga majbur. Bu yerda eng muhim jihat shundaki, haqiqat aytilgan sari yengillik emas, balki og'irlik paydo bo'ladi. Chunki ba'zi haqiqatlar insonni ozod qilmaydi, aksincha yanada chuqurroq jarohatlaydi. Bosh qahramon nihoyat ichida saqlab kelgan gaplarni aytishga jur'at topadi, lekin uning ovozida ishonch emas, charchoq bor. Ko'zlarida esa umid emas, faqatgina endi nima bo'ladi degan savol aks etadi. Bu sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi, chunki bu yerda g'alaba yo'q, faqat yo'qotishlar bor. Qarshi tomondagi obraz esa haqiqatni eshitib sukut saqlaydi. U baqirmaydi, yig'lamaydi, faqat chuqur nafas oladi. Aynan shu nafas Butun qismdagi eng og'ir lahzalardan biri bo'lib qoladi. Chunki bu nafas ichida yillar davomida yig'ilgan alam, ishonchning sinishi va yurakdagi sovuqlik jamlangan. 18-qismda mualliflar kechirish tushunchasini romantiklashtirmaydi. Aksincha uni nihoyatda og'ir va og'riqli jarayon sifatida ko'rsatadi. Kechirish bu yerda kuch emas, balki jasorat ekanini his qilamiz. Chunki ba'zan kechirmaslik osonroq, lekin kechirish uchun inson o'zini yengishi kerak bo'ladi. Yon syujetlarda ham keskinlik oshadi. Ikkilamchi qahramonlarning taqdiri ham asosiy voqealar bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Kimdir boshqalarning xatolari tufayli jazolanadi, kimdir esa o'z qilmagan gunohi uchun aybdordek yashashga majbur bo'ladi. Ayniqsa bir sahnada yosh qahramonning ko'z yoshlari orqali butun serialning fojiasi jamlangandek bo'ladi. U hech narsa demaydi, lekin uning nigohi tomoshabinga shunday savol beradi: nega kattalarning xatolari uchun doim bolalar javob berishi kerak? Bu sahna serialning eng kuchli ma'naviy nuqtalaridan biriga aylanadi. Musiqaning sekin pasayishi va faqat yurak urishini eslatuvchi tovushlar dramatik ta'sirni yanada kuchaytiradi.
18-qismda erkak qahramonlardan biri o'zini o'nglashga harakat qiladi, lekin bu harakat kechikkavini tomoshabin ham, u o'zi ham biladi. Uning hammasini tuzataman degan gaplari endi ishonchsiz yangraydi, chunki vaqt o'tib ketgan. Ba'zi imkoniyatlar qaytib kelmaydi. Ayol qahramon esa mustaqil qaror qabul qilish bosqichiga yetadi. U endi qurbon bo'lib qolishni istamaydi. Uning sukuti taslim bo'lish emas, balki ichki qaror belgisi sifatida talqin qilinadi. Bu obraz orqali serial ayollarning ichki kuchini juda nozik, lekin ta'sirli tarzda ochib beradi. 18-qismning o'rtalariga kelib, taranglik maksimal darajaga chiqadi. Tomoshabin har bir sahnada portlash kutadi, lekin portlash bo'lmaydi. Uning o'rniga sovuq haqiqat keladi va aynan shu sovuqlik yurakni yanada ko'proq zirqiratadi. Yakuniy sahnalarga yaqinlashar ekanmiz, muhim bir tanlov oldida qolgan qahramon ko'rsatiladi. U kechirish yo'lini tanlaydimi yoki butunlay yuz o'giradimi? Bu savol ochiq qoladi. Serial mualliflari ataylab aniq javob bermaydi, chunki bu savolni tomoshabinning o'ziga topshiradi. 18-qism yakunida kameraning sekin uzoqlashishi, qahramonning yolg'iz qolgani va fon musiqaning asta o'tishi bilan biz shuni anglaymizki, bu hikoya hali tugamagan. Aksincha, endi yanada chuqurroq va og'irroq bosqichga o'tmoqda. Bu qism tomoshabinga shunchaki voqeani emas, balki hayotiy haqiqatni ko'rsatadi. Ya'ni har bir tanlovning narxi bor, har bir kechirim ham jarohat bilan keladi. Va eng muhimi, ba'zan so'nggi bor degan so'z haqiqatdan ham so'nggi bo'lib qoladi. 18-qism aynan shu ma'noda juda kuchli va esda qolarli epizodga aylanadi va tomoshabinni keyingi qismni sabrsizlik bilan kutishga majbur qiladi. 18-qismning ushbu bosqichida hikoya endi tashqi voqealardan ko'ra ichki sinovlarga yanada chuqurroq sho'ng'iydi. Bu yerda qahramonlar nafaqat bir-biriga, balki o'z vijdoniga qarshi turishga majbur bo'ladi. Ayniqsa bosh qahramonning yolg'iz qolgan holatlari orqali uning ichki parokandaligi yaqqol seziladi. U tashqi tomondan sokin ko'rinsa-da, ichida bo'ronlar kechmoqda. O'tmish xotiralari uni tinimsiz ta'qib qiladi. Har bir eshik, har bir so'z, har bir tanish ohang unga eski xatolarini eslatadi. 18-qismda vaqt tushunchasi ham o'ziga xos tarzda ishlatilgan. Go'yoki vaqt sekinlashgandek, ba'zi sahnalar cho'zilib ketadi. Bu esa tomoshabinga qahramonning ruhiy holatini chuqurroq his qilish imkonini beradi. Ayniqsa u yolg'iz o'tirib, hech kimga ayta olmagan gaplarini ichida qayta-qayta takrorlaydigan sahna juda kuchli. Bu yerda so'zlar emas, yuz ifodasi, ko'zdagi titroq va chuqur nafaslar hammasidan ko'ra ko'proq narsani aytadi. Serial mualliflari bu qismda kechirim mavzusini yanada murakkab darajaga olib chiqadi. Chunki endi savol kechirish kerakmi yoki yo'qmi emas, balki kechirgandan keyin yashash mumkinmi degan nuqtaga kelib qoladi. Bu juda og'ir savol va aynan shu savol ko'plab tomoshabinlarning ichida ham aks sado beradi. Yon syujetlardan birida yana bir sirga ishora qilinadi. U hali to'liq ochilmaydi, lekin kichik detal, tasodifiy qarash yoki yarim og'iz aytilgan gap orqali kelajakdagi katta portlashning urug'i tashlanadi. Bu esa 19-qismga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. Ayol qahramonlardan biri bu qismda ichki uyg'onish holatini boshdan kechiradi. U endi o'zini ayblashdan to'xtaydi. Uning ko'zlarida qo'rquvdan ko'ra qat'iyat paydo bo'ladi. Bu o'zgarish juda sekin va nozik berilgan, lekin aynan shuning uchun ham ishonarli ko'rinadi. Erkak qahramonlardan biri esa aksincha, tashqi kuchini yo'qota boshlaydi. U ilgari hammani nazorat qilaman deb o'ylagan bo'lsa, endi vaziyat uning qo'lidan chiqib ketayotganini anglaydi. Bu anglash jarayoni uning g'ururini sindiradi va tomoshabin uning ham aslida zaif inson ekanini ko'radi. 18-qismda oilaviy munosabatlar mavzusi alohida urg'u bilan beriladi. Ota-ona va farzand o'rtasidagi masofa, aytilmagan gaplar va yig'ilib qolgan ranjlar juda real tarzda tasvirlanadi. Ayniqsa ota obrazi orqali jimlikning ham ba'zan zo'ravonlikka teng bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. U hech qachon qo'l ko'tarmagan, lekin uning sovuq munosabati butun oilani ich-ichidan yemirgan. Bu juda kuchli ijtimoiy ishora bo'lib, serialni oddiy melodramadan ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Musiqiy fon bu qismda minimal darajada ishlatiladi. Ba'zi sahnalarda umuman musiqa yo'q, faqatgina atrof muhit tovushlari eshitiladi. Bu esa realizmni kuchaytiradi va tomoshabinni voqealar ichiga yanada chuqurroq tortadi.
18-qismning so'nggi tomonlariga yaqinlashar ekanmiz, qahramonlar orasidagi masofa jismonan yaqin, lekin ruhan juda uzoq ekanini his qilamiz. Ular bir xonada bo'lsa ham, go'yoki turli dunyolarda yashayotgandek. Bu holat kamera ishlari orqali ham juda chiroyli ko'rsatilgan. Kadrlar orasidagi bo'shliqlar, yorug'lik va soya o'yinlari barchasi ma'noga xizmat qiladi. Va nihoyat, qism oxirida kichik, ammo juda muhim qaror qabul qilinadi. Bu qaror katta shov-shuv bilan emas, sokin tarzda beriladi. Lekin uning oqibatlari kelajakda juda og'ir bo'lishini sezamiz. Shu bilan 18-qism tomoshabinga aniq xabar beradi. Endi ortga yo'l yo'q. Barcha qahramonlar o'z tanlovlari bilan yashashga majbur bo'ladi. Va aynan shu nuqta serialni yanada qorong'i, ammo yanada rostgo'y bosqichga olib kiradi. Serialining 18-qismi tomoshabinni yana bir bor ruhiy bosim, ichki azob va sukut ortida yashiringan haqiqatlar bilan yuzlashtiradi. Bu qism nafaqat voqealar rivoji, balki qahramonlarning ichki dunyosida sodir bo'layotgan sinishlar bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu epizodda har bir personaj o'z tanlovlari uchun javob berishga majbur bo'la boshlaydi va avval berilgan yolg'on va'dalar endi og'ir yuk bo'lib ularning yelkasiga tushadi. Hikoya avvalidanoq sovuq va sokin kayfiyatda boshlanadi. Ammo bu sokinlik bo'ron oldi sukunat ekanini tomoshabin juda yaxshi his qiladi. Kamera sekin harakatlanar ekan, qahramonlarning ko'zlarida so'zsiz aytilgan minglab savollar, yuraklarida esa kechirilmagan alamlar aks etadi. Ayniqsa bosh qahramonning ichki monologi orqali biz uning kecha bilan bugun o'rtasida qolib ketganini, o'tmish xatolari uni qanday quvib ketganini va endi qochishning iloji qolmaganini anglaymiz. 18-qismda eng kuchli jihat shundaki, dialoglardan ko'ra sukunat ko'proq gapiradi. Har bir jumlik tomoshabinga og'ir botadi va aynan shu pauzalar serialni yanada real va ta'sirchan qiladi. Bosh qahramon o'zini oqlashga urmaydi. U endi bahona izlamaydi, faqat ichidan yemirilayotganini ko'ramiz. Uning qarshisida turgan inson esa kechirish va kechirmaslik o'rtasida ikkilanadi. Bu ikkilanma holat butun qism davomida asosiy dramatik chiziq bo'lib qoladi. Chunki kechir so'zi tilga olingan sari uning naqadar og'ir va mas'uliyatli ekanini his qilamiz. Har kim kechirim so'ray oladi, ammo uni qabul qilish hamma uchun ham oson emas. Ayniqsa jarohatlar chuqur bo'lsa. 18-qismda ayollar obrazlari alohida kuch bilan ochiladi. Ular jim turgan bo'lsa ham, ularning ko'zlari hamma narsani aytib turadi. Ular faqat qurbon emas, balki o'z ichki qarorlariga ega shaxslar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa serialning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bir sahnada ona obrazi orqali kechirim va sabr mavzusi ko'tariladi. U o'g'liga qarab, ba'zi xatolar vaqt bilan emas, faqat haqiqat bilan tuzatiladi degandek nigoh tashlaydi. Bu nigoh tomoshabinning yuragiga ham og'ir uradi, chunki bu gaplar ko'pchilikning hayotida ham aks sado beradi. Erkak qahramonlar esa bu qismda kuchli ko'rinsa-da, aslida ich-ichidan sindirilganini ko'ramiz. Ularning g'ururi, sukuti va keskin qarorlari ortida qo'rquv yashiringan. Ayniqsa bir sahnada haqiqat ochilishiga juda yaqin kelinadi, ammo yana bir yolg'on bilan vaqtincha yopiladi. Bu esa tomoshabinni yanada asabiylashtiradi va keyingi voqealarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Musiqiy fon juda puxta tanlangan. Har bir kuy sahna kayfiyatiga mos ravishda yurakni siqadi. Ba'zan esa umid uchqunini uyg'otgandek bo'ladi, lekin bu umid uzoq yashamaydi, chunki serial mualliflari tomoshabinni qulay zonada qoldirmaydi. Ular doim haqiqat bilan yuzlashtiradi. 18-qismda munosabatlar yanada murakkablashadi. Do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi chegara yo'qola boshlaydi. Kim haqiqiy, kim niqobda ekanini ajratish qiyinlashadi. Ayniqsa yakka suhbat sahnalari juda kuchli ishlangan. Bu sahnalarda aktyorlik mahorati to'liq namoyon bo'ladi. Ko'z yoshlari sun'iy emas, og'riq majburan ko'rsatilmaydi. U tabiiy oqib keladi. Tomoshabin o'zini bu hikoyadan uzoq tutolmaydi, chunki voqealar juda hayotiy. 18-qism bizga shuni ko'rsatadiki, har bir sirning vaqti kelib narxi to'lanadi. Har bir yolg'on oxir oqibat haqiqatga yutqazadi. Lekin bu jarayonda eng ko'p aziyat chekadiganlar begunoh qalblardir. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga savol tashlaydi. Agar sen o'sha joyda bo'lsang, kechirarmiding yoki yo'q? O'tmishni unutib, yangi sahifa ochishga jur'at topa olarmiding? 18-qismning birinchi yarmi ko'proq ruhiy tayyorgarlik vazifasini bajaradi. U tomoshabinni katta portlashga hozirlaydi. Lekin bu portlash shovqin bilan emas, balki yurakni larzaga soluvchi haqiqat bilan bo'lishini sezdiradi. Qism oxiriga yaqinlashar
ekanmiz, keskin qarorlar oldidan hamma jim bo'lib qoladi. Bu jimlik esa eng baland qichqiriqdan ham kuchliroq ta'sir qiladi va shu yerda part 1 o'z nihoyasiga yetadi. Ammo bu hali hammasi emas, chunki eng oxir haqiqatlar va eng muhim tanlovlar hali oldinda. 18-qismning ikkinchi qismi boshlanishi bilan voqealar ichki sukunatdan asta-sekin keskin ruhiy to'qnashuvlarga o'ta boshlaydi. Endi qahramonlar nafaqat ichida, balki bir-birining qarshisida ham rostgo'y bo'lishga majbur. Bu yerda eng muhim jihat shundaki, haqiqat aytilgan sari yengillik emas, balki og'irlik paydo bo'ladi. Chunki ba'zi haqiqatlar insonni ozod qilmaydi, aksincha yanada chuqurroq jarohatlaydi. Bosh qahramon nihoyat ichida saqlab kelgan gaplarni aytishga jur'at topadi, lekin uning ovozida ishonch emas, charchoq bor. Ko'zlarida esa umid emas, faqatgina endi nima bo'ladi degan savol aks etadi. Bu sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi, chunki bu yerda g'alaba yo'q, faqat yo'qotishlar bor. Qarshi tomondagi obraz esa haqiqatni eshitib sukut saqlaydi. U baqirmaydi, yig'lamaydi, faqat chuqur nafas oladi. Aynan shu nafas butun qismdagi eng og'ir lahzalardan biri bo'lib qoladi. Chunki bu nafas ichida yillar davomida yig'ilgan alam, ishonchning sinishi va yurakdagi sovuqlik jamlangan. 18-qismda mualliflar kechirish tushunchasini romantiklashtirmaydi. Aksincha uni nihoyatda og'ir va og'riqli jarayon sifatida ko'rsatadi. Kechirish bu yerda kuch emas, balki jasorat ekanini his qilamiz. Chunki ba'zan kechirmaslik osonroq, lekin kechirish uchun inson o'zini yengishi kerak bo'ladi. Yon syujetlarda ham keskinlik oshadi. Ikkilamchi qahramonlarning taqdiri ham asosiy voqealar bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Kimdir boshqalarning xatolari tufayli jazolanadi, kimdir esa o'z qilmagan gunohi uchun aybdordek yashashga majbur bo'ladi. Ayniqsa bir sahnada yosh qahramonning ko'z yoshlari orqali butun serialning fojiasi jamlangandek bo'ladi. U hech narsa demaydi, lekin uning nigohi tomoshabinga shunday savol beradi: nega kattalarning xatolari uchun doim bolalar javob berishi kerak? Bu sahna serialning eng kuchli ma'naviy nuqtalaridan biriga aylanadi. Musiqaning sekin pasayishi va faqat yurak urishini eslatuvchi tovushlar dramatik ta'sirni yanada kuchaytiradi. 18-qismda erkak qahramonlardan biri o'zini o'nglashga harakat qiladi, lekin bu harakat kechikkavini tomoshabin ham, u o'zi ham biladi. Uning hammasini tuzataman degan gaplari endi ishonchsiz yangraydi, chunki vaqt o'tib ketgan, ba'zi imkoniyatlar qaytib kelmaydi. Ayol qahramon esa mustaqil qaror qabul qilish bosqichiga yetadi. U endi qurbon bo'lib qolishni istamaydi. Uning sukuti taslim bo'lish emas, balki ichki qaror belgisi sifatida talqin qilinadi. Bu obraz orqali serial ayollarning ichki kuchini juda nozik, lekin ta'sirli tarzda ochib beradi. 18-qismning o'rtalariga kelib, taranglik maksimal darajaga chiqadi. Tomoshabin har bir sahnada portlash kutadi, lekin portlash bo'lmaydi. Uning o'rniga sovuq haqiqat keladi va aynan shu sovuqlik yurakni yanada ko'proq zirqiratadi. Yakuniy sahnalarga yaqinlashar ekanmiz, muhim bir tanlov oldida qolgan qahramon ko'rsatiladi. U kechirish yo'lini tanlaydimi yoki butunlay yuz o'giradimi? Bu savol ochiq qoladi. Serial mualliflari ataylab aniq javob bermaydi, chunki bu savolni tomoshabinning o'ziga topshiradi. 18-qism yakunida kameraning sekin uzoqlashishi, qahramonning yolg'iz qolgani va fon musiqaning asta o'tishi bilan biz shuni anglaymizki, bu hikoya hali tugamagan. Aksincha endi yanada chuqurroq va og'irroq bosqichga o'tmoqda. Bu qism tomoshabinga shunchaki voqeani emas, balki hayotiy haqiqatni ko'rsatadi. Ya'ni har bir tanlovning narxi bor, har bir kechirim ham jarohat bilan keladi. Va eng muhimi, ba'zan so'nggi bor degan so'z haqiqatdan ham so'nggi bo'lib qoladi. 18-qism aynan shu ma'noda juda kuchli va esda qolarli epizodga aylanadi va tomoshabinni keyingi qismni sabrsizlik bilan kutishga majbur qiladi. 18-qismning ushbu bosqichida hikoya endi tashqi voqealardan ko'ra ichki sinovlarga yanada chuqurroq sho'ng'iydi. Bu yerda qahramonlar nafaqat bir-biriga, balki o'z vijdoniga qarshi turishga majbur bo'ladi. Ayniqsa bosh qahramonning yolg'iz qolgan holatlari orqali uning ichki parokandaligi yaqqol seziladi. U tashqi tomondan sokin ko'rinsa-da, ichida bo'ronlar kechmoqda. O'tmish xotiralari uni tinimsiz ta'qib qiladi. Har bir eshik,
har bir so'z, har bir tanish ohang unga eski xatolarini eslatadi. 18-qismda vaqt tushunchasi ham o'ziga xos tarzda ishlatilgan. Go'yoki vaqt sekinlashgandek, ba'zi sahnalar cho'zilib ketadi. Bu esa tomoshabinga qahramonning ruhiy holatini chuqurroq his qilish imkonini beradi. Ayniqsa u yolg'iz o'tirib, hech kimga ayta olmagan gaplarini ichida qayta-qayta takrorlaydigan sahna juda kuchli. Bu yerda so'zlar emas, yuz ifodasi, ko'zdagi titroq va chuqur nafaslar hammasidan ko'ra ko'proq narsani aytadi. Serial mualliflari bu qismda kechirim mavzusini yanada murakkab darajaga olib chiqadi. Chunki endi savol kechirish kerakmi yoki yo'qmi emas, balki kechirgandan keyin yashash mumkinmi degan nuqtaga kelib qoladi. Bu juda og'ir savol va aynan shu savol ko'plab tomoshabinlarning ichida ham aks sado beradi. Yon syujetlardan birida yana bir sirga ishora qilinadi. U hali to'liq ochilmaydi, lekin kichik detal, tasodifiy qarash yoki yarim og'iz aytilgan gap orqali kelajakdagi katta portlashning urug'i tashlanadi. Bu esa 19-qismga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. Ayol qahramonlardan biri bu qismda ichki uyg'onish holatini boshdan kechiradi. U endi o'zini ayblashdan to'xtaydi. Uning ko'zlarida qo'rquvdan ko'ra qat'iyat paydo bo'ladi. Bu o'zgarish juda sekin va nozik berilgan, lekin aynan shuning uchun ham ishonarli ko'rinadi. Erkak qahramonlardan biri esa aksincha, tashqi kuchini yo'qota boshlaydi. U ilgari hammani nazorat qilaman deb o'ylagan bo'lsa, endi vaziyat uning qo'lidan chiqib ketayotganini anglaydi. Bu anglash jarayoni uning g'ururini sindiradi va tomoshabin uning ham aslida zaif inson ekanini ko'radi. 18-qismda oilaviy munosabatlar mavzusi alohida urg'u bilan beriladi. Ota-ona va farzand o'rtasidagi masofa, aytilmagan gaplar va yig'ilib qolgan ranjlar juda real tarzda tasvirlanadi. Ayniqsa ota obrazi orqali jimlikning ham ba'zan zo'ravonlikka teng bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. U hech qachon qo'l ko'tarmagan, lekin uning sovuq munosabati butun oilani ich-ichidan yemirgan. Bu juda kuchli ijtimoiy ishora bo'lib, serialni oddiy melodramadan ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Musiqiy fon bu qismda minimal darajada ishlatiladi. Ba'zi sahnalarda umuman musiqa yo'q, faqatgina atrof muhit tovushlari eshitiladi. Bu esa realizmni kuchaytiradi va tomoshabinni voqealar ichiga yanada chuqurroq tortadi. 18-qismning so'nggi tomonlariga yaqinlashar ekanmiz, qahramonlar orasidagi masofa jismonan yaqin, lekin ruhan juda uzoq ekanini his qilamiz. Ular bir xonada bo'lsa ham go'yoki turli dunyolarda yashayotgandek. Bu holat kamera ishlari orqali ham juda chiroyli ko'rsatilgan. Kadrlar orasidagi bo'shliqlar, yorug'lik va soya o'yinlari barchasi ma'noga xizmat qiladi. Va nihoyat qism oxirida kichik, ammo juda muhim qaror qabul qilinadi. Bu qaror katta shov-shuv bilan emas, sokin tarzda beriladi, lekin uning oqibatlari kelajakda juda og'ir bo'lishini sezamiz. Shu bilan 18-qism tomoshabinga aniq xabar beradi. Endi ortga yo'l yo'q. Barcha qahramonlar o'z tanlovlari bilan yashashga majbur bo'ladi va aynan shu nuqta serialni yanada qorong'u. Kechir 2 serialining 18-qismi tomoshabinni yana bir bor ruhiy bosim, ichki azob va sukut ortida yashiringan haqiqatlar bilan yuzlashtiradi. Bu qism nafaqat voqealar rivoji, balki qahramonlarning ichki dunyosida sodir bo'layotgan sinishlar bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu epizodda har bir personaj o'z tanlovlari uchun javob berishga majbur bo'la boshlaydi va avval berilgan yolg'on va'dalar endi og'ir yuk bo'lib ularning yelkasiga tushadi. Hikoya avvalidanoq sovuq va sokin kayfiyatda boshlanadi, ammo bu sokinlik bo'ron oldi sukunat ekanini tomoshabin juda yaxshi his qiladi. Kamera sekin harakatlanar ekan, qahramonlarning ko'zlarida so'zsiz aytilgan minglab savollar, yuraklarida esa kechirilmagan alamlar aks etadi. Ayniqsa bosh qahramonning ichki monologi orqali biz uning kecha bilan bugun o'rtasida qolib ketganini, o'tmish xatolari uni qanday quvib ketganini va endi qochishning iloji qolmaganini anglaymiz. 18-qismda eng kuchli jihat shundaki, dialoglardan ko'ra sukunat ko'proq gapiradi. Har bir jumlik tomoshabinga og'ir botadi va aynan shu pauzalar serialni yanada real va ta'sirchan qiladi. Bosh qahramon o'zini oqlashga urmaydi. U endi bahona
yo'lini izlamaydi, faqat ichidan yemirilayotganini ko'ramiz. Uning qarshisida turgan inson esa kechirish va kechirmaslik o'rtasida ikkilanadi. Bu ikkilanma holat butun qism davomida asosiy dramatik chiziq bo'lib qoladi. Chunki kechir so'zi tilga olingan sari uning naqadar og'ir va mas'uliyatli ekanini his qilamiz. Har kim kechirim so'ray oladi, ammo uni qabul qilish hamma uchun ham oson emas. Ayniqsa jarohatlar chuqur bo'lsa. 18-qismda ayollar obrazlari alohida kuch bilan ochiladi. Ular jim turgan bo'lsa ham, ularning ko'zlari hamma narsani aytib turadi. Ular faqat qurbon emas, balki o'z ichki qarorlariga ega shaxslar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa serialning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bir sahnada ona obrazi orqali kechirim va sabr mavzusi ko'tariladi. U o'g'liga qarab, ba'zi xatolar vaqt bilan emas, faqat haqiqat bilan tuzatiladi degandek nigoh tashlaydi. Bu nigoh tomoshabinning yuragiga ham og'ir uradi, chunki bu gaplar ko'pchilikning hayotida ham aks sado beradi. Erkak qahramonlar esa bu qismda kuchli ko'rinsa-da, aslida ich-ichidan sindirilganini ko'ramiz. Ularning g'ururi, sukuti va keskin qarorlari ortida qo'rquv yashiringan. Ayniqsa bir sahnada haqiqat ochilishiga juda yaqin kelinadi, ammo yana bir yolg'on bilan vaqtincha yopiladi. Bu esa tomoshabinni yanada asabiylashtiradi va keyingi voqealarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Musiqiy fon juda puxta tanlangan. Har bir kuy sahna kayfiyatiga mos ravishda yurakni siqadi. Ba'zan esa umid uchqunini uyg'otgandek bo'ladi, lekin bu umid uzoq yashamaydi, chunki serial mualliflari tomoshabinni qulay zonada qoldirmaydi. Ular doim haqiqat bilan yuzlashtiradi. 18-qismda munosabatlar yanada murakkablashadi. Do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi chegara yo'qola boshlaydi. Kim haqiqiy, kim niqobda ekanini ajratish qiyinlashadi. Ayniqsa yakka suhbat sahnalari juda kuchli ishlangan. Bu sahnalarda aktyorlik mahorati to'liq namoyon bo'ladi. Ko'z yoshlari sun'iy emas, og'riq majburan ko'rsatilmaydi. U tabiiy oqib keladi. Tomoshabin o'zini bu hikoyadan uzoq tutolmaydi, chunki voqealar juda hayotiy. 18-qism bizga shuni ko'rsatadiki, har bir sirning vaqti kelib narxi to'lanadi. Har bir yolg'on oxir oqibat haqiqatga yutqazadi. Lekin bu jarayonda eng ko'p aziyat chekadiganlar begunoh qalblardir. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga savol tashlaydi. Agar sen o'sha joyda bo'lsang, kechirarmiding yoki yo'q? O'tmishni unutib, yangi sahifa ochishga jur'at topa olarmiding? 18-qismning birinchi yarmi ko'proq ruhiy tayyorgarlik vazifasini bajaradi. U tomoshabinni katta portlashga hozirlaydi. Lekin bu portlash shovqin bilan emas, balki yurakni larzaga soluvchi haqiqat bilan bo'lishini sezdiradi. Qism oxiriga yaqinlashar ekanmiz, keskin qarorlar oldidan hamma jim bo'lib qoladi. Bu jimlik esa eng baland qichqiriqdan ham kuchliroq ta'sir qiladi va shu yerda part 1 o'z nihoyasiga yetadi. Ammo bu hali hammasi emas, chunki eng oxir haqiqatlar va eng muhim tanlovlar hali oldinda. 18-qismning ikkinchi qismi boshlanishi bilan voqealar ichki sukunatdan asta-sekin keskin ruhiy to'qnashuvlarga o'ta boshlaydi. Endi qahramonlar nafaqat ichida, balki bir-birining qarshisida ham rostgo'y bo'lishga majbur. Bu yerda eng muhim jihat shundaki, haqiqat aytilgan sari yengillik emas, balki og'irlik paydo bo'ladi. Chunki ba'zi haqiqatlar insonni ozod qilmaydi, aksincha yanada chuqurroq jarohatlaydi. Bosh qahramon nihoyat ichida saqlab kelgan gaplarni aytishga jur'at topadi, lekin uning ovozida ishonch emas, charchoq bor. Ko'zlarida esa umid emas, faqatgina endi nima bo'ladi degan savol aks etadi. Bu sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi, chunki bu yerda g'alaba yo'q, faqat yo'qotishlar bor. Qarshi tomondagi obraz esa haqiqatni eshitib sukut saqlaydi. U baqirmaydi, yig'lamaydi, faqat chuqur nafas oladi. Aynan shu nafas butun qismdagi eng og'ir lahzalardan biri bo'lib qoladi. Chunki bu nafas ichida yillar davomida yig'ilgan alam, ishonchning sinishi va yurakdagi sovuqlik jamlangan. 18-qismda mualliflar kechirish tushunchasini romantiklashtirmaydi. Aksincha uni nihoyatda og'ir va og'riqli jarayon sifatida ko'rsatadi. Kechirish bu yerda kuch emas, balki jasorat ekanini his qilamiz. Chunki ba'zan kechirmaslik osonroq, lekin kechirish uchun inson o'zini yengishi kerak bo'ladi. Yon syujetlarda ham keskinlik oshadi. Ikkilamchi qahramonlarning taqdiri ham asosiy voqealar bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Kimdir boshqalarning xatolari tufayli jazolanadi, kimdir esa o'z qilmagan gunohi uchun aybdordek yashashga majbur bo'ladi. Ayniqsa bir sahnada yosh qahramonning ko'z yoshlari orqali butun serialning fojiasi jamlangandek bo'ladi. U hech narsa demaydi, lekin uning nigohi tomoshabinga shunday savol beradi: nega kattalarning xatolari uchun doim bolalar javob berishi kerak? Bu sahna serialning eng kuchli ma'naviy nuqtalaridan biriga aylanadi. Musiqaning sekin pasayishi va faqat yurak urishini eslatuvchi tovushlar dramatik ta'sirni yanada kuchaytiradi.
18-qismda erkak qahramonlardan biri o'zini o'nglashga harakat qiladi, lekin bu harakat kechikkavini tomoshabin ham, u o'zi ham biladi. Uning hammasini tuzataman degan gaplari endi ishonchsiz yangraydi, chunki vaqt o'tib ketgan. Ba'zi imkoniyatlar qaytib kelmaydi. Ayol qahramon esa mustaqil qaror qabul qilish bosqichiga yetadi. U endi qurbon bo'lib qolishni istamaydi. Uning sukuti taslim bo'lish emas, balki ichki qaror belgisi sifatida talqin qilinadi. Bu obraz orqali serial ayollarning ichki kuchini juda nozik, lekin ta'sirli tarzda ochib beradi. 18-qismning o'rtalariga kelib, taranglik maksimal darajaga chiqadi. Tomoshabin har bir sahnada portlash kutadi, lekin portlash bo'lmaydi. Uning o'rniga sovuq haqiqat keladi va aynan shu sovuqlik yurakni yanada ko'proq zirqiratadi. Yakuniy sahnalarga yaqinlashar ekanmiz, muhim bir tanlov oldida qolgan qahramon ko'rsatiladi. U kechirish yo'lini tanlaydimi yoki butunlay yuz o'giradimi? Bu savol ochiq qoladi. Serial mualliflari ataylab aniq javob bermaydi, chunki bu savolni tomoshabinning o'ziga topshiradi. 18-qism yakunida kameraning sekin uzoqlashishi, qahramonning yolg'iz qolgani va fon musiqaning asta o'tishi bilan biz shuni anglaymizki, bu hikoya hali tugamagan. Aksincha, endi yanada chuqurroq va og'irroq bosqichga o'tmoqda. Bu qism tomoshabinga shunchaki voqeani emas, balki hayotiy haqiqatni ko'rsatadi. Ya'ni har bir tanlovning narxi bor, har bir kechirim ham jarohat bilan keladi. Va eng muhimi, ba'zan so'nggi bor degan so'z haqiqatdan ham so'nggi bo'lib qoladi. 18-qism aynan shu ma'noda juda kuchli va esda qolarli epizodga aylanadi va tomoshabinni keyingi qismni sabrsizlik bilan kutishga majbur qiladi. 18-qismning ushbu bosqichida hikoya endi tashqi voqealardan ko'ra ichki sinovlarga yanada chuqurroq sho'ng'iydi. Bu yerda qahramonlar nafaqat bir-biriga, balki o'z vijdoniga qarshi turishga majbur bo'ladi. Ayniqsa bosh qahramonning yolg'iz qolgan holatlari orqali uning ichki parokandaligi yaqqol seziladi. U tashqi tomondan sokin ko'rinsa-da, ichida bo'ronlar kechmoqda. O'tmish xotiralari uni tinimsiz ta'qib qiladi. Har bir eshik, har bir so'z, har bir tanish ohang unga eski xatolarini eslatadi. 18-qismda vaqt tushunchasi ham o'ziga xos tarzda ishlatilgan. Go'yoki vaqt sekinlashgandek, ba'zi sahnalar cho'zilib ketadi. Bu esa tomoshabinga qahramonning ruhiy holatini chuqurroq his qilish imkonini beradi. Ayniqsa u yolg'iz o'tirib, hech kimga ayta olmagan gaplarini ichida qayta-qayta takrorlaydigan sahna juda kuchli. Bu yerda so'zlar emas, yuz ifodasi, ko'zdagi titroq va chuqur nafaslar hammasidan ko'ra ko'proq narsani aytadi. Serial mualliflari bu qismda kechirim mavzusini yanada murakkab darajaga olib chiqadi. Chunki endi savol kechirish kerakmi yoki yo'qmi emas, balki kechirgandan keyin yashash mumkinmi degan nuqtaga kelib qoladi. Bu juda og'ir savol va aynan shu savol ko'plab tomoshabinlarning ichida ham aks sado beradi. Yon syujetlardan birida yana bir sirga ishora qilinadi. U hali to'liq ochilmaydi, lekin kichik detal, tasodifiy qarash yoki yarim og'iz aytilgan gap orqali kelajakdagi katta portlashning urug'i tashlanadi. Bu esa 19-qismga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. Ayol qahramonlardan biri bu qismda ichki uyg'onish holatini boshdan kechiradi. U endi o'zini ayblashdan to'xtaydi. Uning ko'zlarida qo'rquvdan ko'ra qat'iyat paydo bo'ladi. Bu o'zgarish juda sekin va nozik berilgan, lekin aynan shuning uchun ham ishonarli ko'rinadi. Erkak qahramonlardan biri esa aksincha, tashqi kuchini yo'qota boshlaydi. U ilgari hammani nazorat qilaman deb o'ylagan bo'lsa, endi vaziyat uning qo'lidan chiqib ketayotganini anglaydi. Bu anglash jarayoni uning g'ururini sindiradi va tomoshabin uning ham aslida zaif inson ekanini ko'radi. 18-qismda oilaviy munosabatlar mavzusi alohida urg'u bilan beriladi. Ota-ona va farzand o'rtasidagi masofa, aytilmagan gaplar va yig'ilib qolgan ranjlar juda real tarzda tasvirlanadi. Ayniqsa ota obrazi orqali jimlikning ham ba'zan zo'ravonlikka teng bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. U hech qachon qo'l ko'tarmagan, lekin uning sovuq munosabati butun oilani ich-ichidan yemirgan. Bu juda kuchli ijtimoiy ishora bo'lib, serialni oddiy melodramadan ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Musiqiy fon bu qismda minimal darajada ishlatiladi. Ba'zi sahnalarda umuman musiqa yo'q, faqatgina atrof muhit tovushlari eshitiladi. Bu esa realizmni kuchaytiradi va tomoshabinni voqealar ichiga yanada chuqurroq tortadi.
18-qismning so'nggi tomonlariga yaqinlashar ekanmiz, qahramonlar orasidagi masofa jismonan yaqin, lekin ruhan juda uzoq ekanini his qilamiz. Ular bir xonada bo'lsa ham, go'yoki turli dunyolarda yashayotgandek. Bu holat kamera ishlari orqali ham juda chiroyli ko'rsatilgan. Kadrlar orasidagi bo'shliqlar, yorug'lik va soya o'yinlari barchasi ma'noga xizmat qiladi. Va nihoyat, qism oxirida kichik, ammo juda muhim qaror qabul qilinadi. Bu qaror katta shov-shuv bilan emas, sokin tarzda beriladi. Lekin uning oqibatlari kelajakda juda og'ir bo'lishini sezamiz. Shu bilan 18-qism tomoshabinga aniq xabar beradi. Endi ortga yo'l yo'q. Barcha qahramonlar o'z tanlovlari bilan yashashga majbur bo'ladi. Va aynan shu nuqta serialni yanada qorong'i, 8-qismi tomoshabinni yana bir bor ruhiy bosim, ichki azob va sukut ortida yashiringan haqiqatlar bilan yuzlashtiradi. Bu qism nafaqat voqealar rivoji, balki qahramonlarning ichki dunyosida sodir bo'layotgan sinishlar bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu epizodda har bir personaj o'z tanlovlari uchun javob berishga majbur bo'la boshlaydi va avval berilgan yolg'on va'dalar endi og'ir yuk bo'lib ularning yelkasiga tushadi. Hikoya avvalidanoq sovuq va sokin kayfiyatda boshlanadi. Ammo bu sokinlik bo'ron oldi sukunat ekanini tomoshabin juda yaxshi his qiladi. Kamera sekin harakatlanar ekan, qahramonlarning ko'zlarida so'zsiz aytilgan minglab savollar, yuraklarida esa kechirilmagan alamlar aks etadi. Ayniqsa bosh qahramonning ichki monologi orqali biz uning kecha bilan bugun o'rtasida qolib ketganini, o'tmish xatolari uni qanday quvib ketganini va endi qochishning iloji qolmaganini anglaymiz. 18-qismda eng kuchli jihat shundaki, dialoglardan ko'ra sukunat ko'proq gapiradi. Har bir jumlik tomoshabinga og'ir botadi va aynan shu pauzalar serialni yanada real va ta'sirchan qiladi. Bosh qahramon o'zini oqlashga urmaydi. U endi bahona izlamaydi, faqat ichidan yemirlayotganini ko'ramiz. Uning qarshisida turgan inson esa kechirish va kechirmaslik o'rtasida ikkilanadi. Bu ikkilanma holat butun qism davomida asosiy dramatik chiziq bo'lib qoladi. Chunki kechir so'zi tilga olingan sari uning naqadar og'ir va mas'uliyatli ekanini his qilamiz. Har kim kechirim so'ray oladi, ammo uni qabul qilish hamma uchun ham oson emas. Ayniqsa jarohatlar chuqur bo'lsa. 18-qismda ayollar obrazlari alohida kuch bilan ochiladi. Ular jim turgan bo'lsa ham, ularning ko'zlari hamma narsani aytib turadi. Ular faqat qurbon emas, balki o'z ichki qarorlariga ega shaxslar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa serialning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bir sahnada ona obrazi orqali kechirim va sabr mavzusi ko'tariladi. U o'g'liga qarab, ba'zi xatolar vaqt bilan emas, faqat haqiqat bilan tuzatiladi degandek nigoh tashlaydi. Bu nigoh tomoshabinning yuragiga ham og'ir uradi, chunki bu gaplar ko'pchilikning hayotida ham aks sado beradi. Erkak qahramonlar esa bu qismda kuchli ko'rinsa-da, aslida ich-ichidan sindirilganini ko'ramiz. Ularning g'ururi, sukuti va keskin qarorlari ortida qo'rquv yashiringan. Ayniqsa bir sahnada haqiqat ochilishiga juda yaqin kelinadi, ammo yana bir yolg'on bilan vaqtincha yopiladi. Bu esa tomoshabinni yanada asabiylashtiradi va keyingi voqealarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Musiqiy fon juda puxta tanlangan. Har bir kuy sahna kayfiyatiga mos ravishda yurakni siqadi. Ba'zan esa umid uchqunini uyg'otgandek bo'ladi, lekin bu umid uzoq yashamaydi, chunki serial mualliflari tomoshabinni qulay zonada qoldirmaydi. Ular doim haqiqat bilan yuzlashtiradi. 18-qismda munosabatlar yanada murakkablashadi. Do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi chegara yo'qola boshlaydi. Kim haqiqiy, kim niqobda ekanini ajratish qiyinlashadi. Ayniqsa yakka suhbat sahnalari juda kuchli ishlangan. Bu sahnalarda aktyorlik mahorati to'liq namoyon bo'ladi. Ko'z yoshlari sun'iy emas, og'riq majburan ko'rsatilmaydi. U tabiiy oqib keladi. Tomoshabin o'zini bu hikoyadan uzoq tutolmaydi, chunki voqealar juda hayotiy. 18-qism bizga shuni ko'rsatadiki, har bir sirning vaqti kelib narxi to'lanadi. Har bir yolg'on oxir oqibat haqiqatga yutqazadi. Lekin bu jarayonda eng ko'p aziyat chekadiganlar begunoh qalblardir. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga savol tashlaydi. Agar sen o'sha joyda bo'lsang, kechirarmiding yoki yo'q? O'tmishni unutib, yangi sahifa ochishga jur'at topa olarmiding? 18-qismning birinchi yarmi ko'proq ruhiy tayyorgarlik vazifasini bajaradi. U tomoshabinni katta portlashga hozir
ta'sirlaydi. Lekin bu portlash shovqin bilan emas, balki yurakni larzaga soluvchi haqiqat bilan bo'lishini sezdiradi. Qism oxiriga yaqinlashar ekanmiz, keskin qarorlar oldidan hamma jim bo'lib qoladi. Bu jimlik esa eng baland qichqiriqdan ham kuchliroq ta'sir qiladi va shu yerda part 1 o'z nihoyasiga yetadi. Ammo bu hali hammasi emas, chunki eng oxir haqiqatlar va eng muhim tanlovlar hali oldinda. 18-qismning ikkinchi qismi boshlanishi bilan voqealar ichki sukunatdan asta-sekin keskin ruhiy to'qnashuvlarga o'ta boshlaydi. Endi qahramonlar nafaqat ichida, balki bir-birining qarshisida ham rostgo'y bo'lishga majbur. Bu yerda eng muhim jihat shundaki, haqiqat aytilgan sari yengillik emas, balki og'irlik paydo bo'ladi. Chunki ba'zi haqiqatlar insonni ozod qilmaydi, aksincha yanada chuqurroq jarohatlaydi. Bosh qahramon nihoyat ichida saqlab kelgan gaplarni aytishga jur'at topadi, lekin uning ovozida ishonch emas, charchoq bor. Ko'zlarida esa umid emas, faqatgina endi nima bo'ladi degan savol aks etadi. Bu sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi, chunki bu yerda g'alaba yo'q, faqat yo'qotishlar bor. Qarshi tomondagi obraz esa haqiqatni eshitib sukut saqlaydi. U baqirmaydi, yig'lamaydi, faqat chuqur nafas oladi. Aynan shu nafas butun qismdagi eng og'ir lahzalardan biri bo'lib qoladi. Chunki bu nafas ichida yillar davomida yig'ilgan alam, ishonchning sinishi va yurakdagi sovuqlik jamlangan. 18-qismda mualliflar kechirish tushunchasini romantiklashtirmaydi. Aksincha uni nihoyatda og'ir va og'riqli jarayon sifatida ko'rsatadi. Kechirish bu yerda kuch emas, balki jasorat ekanini his qilamiz. Chunki ba'zan kechirmaslik osonroq, lekin kechirish uchun inson o'zini yengishi kerak bo'ladi. Yon syujetlarda ham keskinlik oshadi. Ikkilamchi qahramonlarning taqdiri ham asosiy voqealar bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Kimdir boshqalarning xatolari tufayli jazolanadi, kimdir esa o'z qilmagan gunohi uchun aybdordek yashashga majbur bo'ladi. Ayniqsa bir sahnada yosh qahramonning ko'z yoshlari orqali butun serialning fojiasi jamlangandek bo'ladi. U hech narsa demaydi, lekin uning nigohi tomoshabinga shunday savol beradi: nega kattalarning xatolari uchun doim bolalar javob berishi kerak? Bu sahna serialning eng kuchli ma'naviy nuqtalaridan biriga aylanadi. Musiqaning sekin pasayishi va faqat yurak urishini eslatuvchi tovushlar dramatik ta'sirni yanada kuchaytiradi. 18-qismda erkak qahramonlardan biri o'zini o'nglashga harakat qiladi, lekin bu harakat kechikkavini tomoshabin ham, u o'zi ham biladi. Uning hammasini tuzataman degan gaplari endi ishonchsiz yangraydi, chunki vaqt o'tib ketgan, ba'zi imkoniyatlar qaytib kelmaydi. Ayol qahramon esa mustaqil qaror qabul qilish bosqichiga yetadi. U endi qurbon bo'lib qolishni istamaydi. Uning sukuti taslim bo'lish emas, balki ichki qaror belgisi sifatida talqin qilinadi. Bu obraz orqali serial ayollarning ichki kuchini juda nozik, lekin ta'sirli tarzda ochib beradi. 18-qismning o'rtalariga kelib, taranglik maksimal darajaga chiqadi. Tomoshabin har bir sahnada portlash kutadi, lekin portlash bo'lmaydi. Uning o'rniga sovuq haqiqat keladi va aynan shu sovuqlik yurakni yanada ko'proq zirqiratadi. Yakuniy sahnalarga yaqinlashar ekanmiz, muhim bir tanlov oldida qolgan qahramon ko'rsatiladi. U kechirish yo'lini tanlaydimi yoki butunlay yuz o'giradimi? Bu savol ochiq qoladi. Serial mualliflari ataylab aniq javob bermaydi, chunki bu savolni tomoshabinning o'ziga topshiradi. 18-qism yakunida kameraning sekin uzoqlashishi, qahramonning yolg'iz qolgani va fon musiqaning asta o'tishi bilan biz shuni anglaymizki, bu hikoya hali tugamagan. Aksincha endi yanada chuqurroq va og'irroq bosqichga o'tmoqda. Bu qism tomoshabinga shunchaki voqeani emas, balki hayotiy haqiqatni ko'rsatadi. Ya'ni har bir tanlovning narxi bor, har bir kechirim ham jarohat bilan keladi. Va eng muhimi, ba'zan so'nggi bor degan so'z haqiqatdan ham so'nggi bo'lib qoladi. 18-qism